Gapni qisqa qilib aytganda, video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va qanchalik ko'p obunachilarimiz bo'lsa, biz montajyorimizga o'shancha oylik maoshga qo'shib beramiz. Masalan, 1000 ta bo'lsa 1 million, 2000 ta bo'lsa 2 million, 10 ming ta bo'lsa, demak montajyorimiz 10 million oylik maosh oladi. Ana orqada o'zi ham voh devordi, lekin shunaqa, bizda shunaqa demokratiya. Bilasizmi, men kichik bir tumanda tug'ilganman. Tumanimiz aholisining asosiy ish joyi bu neft va gazni qayta ishlash zavodlari. Xuddi shu zavodda ishlaydigan tanishlarim 2005-2006 yillarda o'z oylik ish haqlarini Visa plastik kartalarda olishni boshlashgan. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan 2011-yili Uzcard plastik kartalari muomalaga kiritilgan. Xuddi shu vaqtdan boshlab mening ota-onam ham, ular o'qituvchi bo'lib ishlashadi, ular ham o'z oylik ish haqlarini plastik kartalarga, ya'ni Uzcard plastik kartalarga olishni boshlashgan. Eslasam zab davrlar edi. Har oylik tushganda dadam bilan birga bozorga borardik, lekin hech narsa sotib ola olmas edik. Chunki na do'konlarda, na bozor rastalarida plastik kartalar orqali to'lovlar qabul qilinmas edi. Keyin plastik kartaga tushgan pulni 30-35% dan naqdlashtirib olardik. O'z pulingni ishlatish uchun boj to'laydigan zamonlar edi. To'g'ri tushundingiz. Hozirgidek istalgan bankomatdan naqd pul yechib olish yoki istalgan kafe, do'kon, savdo maskanlarida to'lovlarni kartadan to'lash mumkin bo'lgan omon-omon zamonlar emas edi. Mana vaqtlar o'tdi, texnologiyalar rivojlandi, yurtimizda ham keng islohotlar olib borildi va tobora plastik kartalardan foydalanish bo'lib ham ularni hayotiy turmush tarzimizga aylantirish oddiy bir hol bo'lib qoldi. Bir mashhur motivator aytganidek, biz hozir lahzalarda havo orqali bir kartadan boshqa bir kartaga pul o'tkazmalarni amalga oshirmoqdamiz. Kim aytadi, pulni nima tashiyapti? Nima tashiydi u pulni? Havo. Yoki qo'yingki, dunyoning bir burchagi Xitoy yoki Amerikada bo'lgan onlayn do'konlardan Visa, Humo, Mastercard yoki Uzcard debet kartalari yordamida onlayn xaridlarni amalga oshirmoqdamiz. Bularning barchasi bizga amaldagi turmush tarzimizda foydalanadigan debet kartalar orqali taqdim etiladi. Bugun biz siz bilan debet kartalar haqida emas, balki bizga bir muncha yangilik bo'lgan kredit kartalar haqida gaplashamiz. Siz kredit kartalar haqidagi ma'lumotlarni Amerikaning filmlarida yoki Yevropaning ma'lum bir seriallarida ko'rgan yoki eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu kredit kartalar endilikda bizning yurtimizda ham adashmasam o'tgan yildan buyon faol tarzda rivojlanmoqda, uni bir qancha banklar tavsiya etmoqda. Hozirda O'zbekistonda kredit kartalarini bir qancha banklar tavsiya etadi. Bular Avobank, TBC Bank, Infinbank, Agrobank va Hamkorbank. Men bilmaydigan yana bir qancha banklar bo'lishi mumkin. Kichik bir eslatma aytib o'tmoqchiman. Men bir qancha bankning faol mijoziman. Yuqorida sanab o'tgan banklarda mening plastik kartalarim yoki hisob raqamlarim mavjud. Shundan kelib chiqsak agar, men ulardan turmush tarzimda juda ham keng foydalanaman va shu sabab ham bugun ushbu videoda men o'z subyektiv fikrlarimni bildirib o'taman. Demak, boshladik. O'zi kredit karta nima? Kredit karta bankning kredit mablag'lari hisobidan tovarlar va xizmatlar uchun naqdsiz to'lashda ishlatilishi mumkin bo'lgan bank kartasidir. Kredit kartasida debet kartadan farqli ravishda karta egasi o'z mablag'larini saqlay olmaydi. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, kredit karta yordamida oddiy debet kartalar kabi har qanday joylarda, bu do'kon, kafe, restoran va boshqalarda, hattoki onlayn xaridlarda ham to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Biroq ushbu to'lovlar bank mablag'lari evaziga amalga oshiriladi va bank tomonidan belgilangan shartlar asosida foydalaniladi. Shu o'rinda aytish joizki, foizsiz davr faqat bank kartasidan terminal orqali pul ishlatilganda ishlaydi. Ya'ni sizga tushuntirib bersam, siz kartadan kartaga to'lovlarni amalga oshirsangiz yoki onlayn xaridlarda nimadir sotib olsangiz karta balansidan sizda foizsiz davr bo'lmaydi. Ya'ni yillik 55-56% foiz stavkasida siz uchun foizlar kun davomida hisoblab boriladi. Xo'sh, bugungi videoda men o'zim faol foydalanadigan ikkita bank kredit kartasi haqida fikr yuritamiz. Buning birinchisi Infinbank Black kredit kartasi. 55 kun foizsiz davr, 50 million so'mgacha balans 5 yil muddatga beriladi. Imtiyozli foizsiz davr tugagandan so'ng esa 55-56% gacha ishlatilgan pul uchun foiz hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu TBC Osmon Bank kredit kartasi. 55 kun foizsiz davr, 50 million so'mgacha balans 5 yil muddatga beriladi. Imtiyozli foizsiz davr tugagandan so'ng esa 55-56% gacha ishlatilgan pul uchun foizlar hisoblanadi. Xo'sh, bu ikki kredit kartani bir-biridan nima farq va ustunliklari bor? Keling ko'rib chiqamiz. Infinbank Black kredit kartasi faqat Humo terminallarida ishlaydi. Ya'ni siz Uzcard yoki boshqa bilasizmi, oq terminal bor, u oq terminallarda ishlamaydi. O'zi faktda o'sha oq terminalda ham o'zi Humo orqali yechsa bo'ladi, lekin aynan Infinbank Black
kartasida bilmadim. Bu to'lov jarayoni amalga oshmaydi. TBC Osmon kredit kartasida esa siz barcha terminallarda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu nafaqat o'sha Humo terminallari, balki Uzcard terminallari yoki o'sha oq terminallarda ham to'lovlar amalga oshiriladi. Infinbank Black kredit kartasida ishlatilgan pullarni siz to'laqonli Infinbank mobil ilovasida kuzatib borishingiz, qancha muddat qolgani, qancha foiz hisoblangani yoki foizsiz davrga necha kun qolganligini ko'rib borishingiz mumkin. TBC Osmon kredit kartasida bu imkoniyat mavjud emas. Faqat ularda, masalan, birinchi ishlatgan kuningizdan boshlab, deylik men 14-yanvarda birinchi marotaba ishlatganman va 14-dan 14-gacha har 30 kunda ishlatilgan pullar bo'yicha hisobotlar shakllanadi va bu har 30 kunda sizga yuboriladi. Bu birmuncha men uchun aynan hozir texnologik rivojlangan dunyoda, qolaversa texnologik bankda bunaqa nima deydi, real vaqt rejimida ishlatilgan pullarni nazorat qilish yoki ko'rib borish imkoniyati mavjud emasligi salgina noqulay hisoblanadi. Infinbank kredit kartasini siz faqat Infinbank mobil ilovasida ishlatishingiz mumkin. Buni deylik Payme, Click yoki Paynet kabi boshqa tashqi platformalarga ulayman desangiz agar, bu shunchaki xatolik beradi va siz ulay olmaysiz. Qo'yingki ular Visa yoki Humo tizimlarini qo'llab-quvvatlasa ham. TBC Osmon kredit kartasini esa siz istalgan mobil dasturga ulashingiz mumkin. Masalan, men o'zim Payme va Paynetga ulab ishlataman. Bu deylik qaysidir bir jabhada P2P qilishim kerak bo'lib agar foizsiz to'lovlarni amalga oshirishimga yordam beradi va bu TBC Osmon kredit kartasining afzalliklaridan biri hisoblanadi. Qolaversa TBC Osmon kredit kartasini siz Humo Telegram botiga ulab, undan doim to'lovlar qaysi tartibda ketayotganini ham Telegramdan chiqmasdan turib ko'rishingiz mumkin. Infinbank Black kredit kartasini siz Infinbank mobil ilovasidan 5 soniyada ochishingiz va uni 3 ish kuni davomida borib Infinbankning istalgan filialidan olishingiz mumkin bo'ladi. Bu uchun qisman qanchadir to'lov bor. Men 50 ming so'm to'lagandim, bilmadim. Hozirgi vaqtda bu to'lov qancha? Batafsil ma'lumot uchun havolalarni video ostida topishingiz mumkin bo'ladi. TBC Osmon kredit kartasini esa albatta TBCning mobil ilovasida rasmiylashtirishingiz mumkin. U bir ish kunida yetkazib beriladi. Albatta sizga limit tasdiqlangandan so'ng limit har xil, minimal 1 milliondan maksimal 50 million so'mgacha beriladi. Yetkazib berish bepul, istalgan joyga, ishga, uyingizga yoki ko'chaga shunchaki manzilni belgilaysiz va sizga TBCning maxsus kuryerlari yetkazib berishadi. Yetkazib berilganda pasportingiz orqali shaxsingizni tasdiqlab, kartani olib bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Banklardan kredit olishni ochig'i men tavsiya etmayman, lekin kredit kartalari olishni tavsiya etaman. Chunki kredit kartalarda to'satdan pul kerak bo'lib qolganda foizsiz davr hisobiga siz Korzinka yoki biror bir kafe yoki savdo do'konlarida terminallar orqali to'lovni amalga oshirib, sizga kerak bo'lgan narsalarni xarid qilishingiz yoki oylikkacha yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta P2P qilmasangiz yoki onlayn to'lovlar to'lamasangiz, nimadir qiziqib sotib olmasangiz yoki sizga berilgan deylik 30-20 millionni bu meni pulim deb ishlatib yubormasangiz, qisqa qilib aytganda o'zingizni moliyaviy savodxon deb bilsangiz, kredit kartalardan foydalaning. Kredit kartalar bu sizning eng yaqin va ishonchli do'stingizdir, chunki bilib bo'lmaydi. Har qanday vaziyat bo'ladi. Pulingiz tugaganda kredit karta sizga asqotadi. Shaxsan men o'zimda juda ham ko'p holatlar bo'ldi. Deylik, kafeda o'tirganimda shunchaki Uzcard tizimi ishlamay qolganda, Infinbank Black kredit kartasi orqali hisobni to'lab ketdim va hech qanday noqulaylik kuzatilmadi. Uzcard tizimi ishlab ketgandan so'ng esa pulni shunchaki joyiga qaytarib qo'ydim va hech kimga hech qanaqa foiz to'lamadim. Lekin agarda men P2P qilganimda, yuqorida aytib o'tgan foiz stavkalarimda bank o'sha kunning o'zidayoq, o'sha lahzaning o'zidayoq hisob-kitobni boshlaydi va bu mening zararimga o'ynashi mumkin. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizga bergan ma'lumotlarimiz qisman bo'lsa-da qiziq va siz bizning so'zlarimizga sabr qilib ko'rdingiz. Shunaqa ekan kanalga obuna bo'ling, ushbu videoga like bosing va kerak va lozim deb topsangiz agar doim sizdan qarz so'raydigan do'stingizga ushbu videoni yuboring. Qo'yingki, u yuqorida aytgan banklarimizdan kredit karta olsin va sizdan boshqa qarz so'ramasin. Rahmat, obuna bo'ling, montajyorni qo'llab-quvvatlang. Montajyor ism familiyasi mana.